Assalomu alaykum. 1200 dollarga shunday mebel qurdirgan bo'larmi deymiz. Sifatına geldi yok, acayip. Bir malazı kasapta öğrettiler. Bu kuxunni akrildan tayyorlandi. Svetlari har xil bo'lib yanadi. Ko'rsatamiz. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Yana Qo'shko'pirga keldik. Mukri asfaltda tayyorladik. Kuxunni mebel 10 kun burun o'lchab ketdik. Xudo xolasa bitirib keldik. Stollar iranskiy bo'ldi. Gazi o'yma gaz, ustlarini ayna qo'yib, vidlatib ishlab berdik. Svetli kuxunni bo'ldi. Stollari zo'r yaltirab turibdi. Asan bu gaz yaxshi yapsın deb, nani ko'p-ko'pmiz, suv ko'p-ko'pmiz. Tog' qo'ydanlari bor. Yaxshi yapsın deb turibmiz. Keyin nishki mebelga olgan bo'lsa, bemalol zakaz beraverasizlar. Nomerlarimiz 99lik 021 38 32. Asan usta baş kulcha tilini qo'shib ajratib bering hali. 3 xil bo'lib yanadi bu. Ya bir, yine 3 metre ölçüp yakın aklımda. 2, yine emin olub yanadi 3. Ana xudo xolasa bemalol zakaz beraverasizlar. Kuxunni mebel, to'y mebel, ugolok divan, kafe bar hammasidan ishlab beramiz. Xudo xolasa yoqqan bo'lsa like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Keyingi videolarimiz ham yetib boradi. Hamma o'zingizning bahosini bilib borasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.